Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun video nomidan bilganingizdek Agadan toza trek chiqdi. Hozir birgalikda eshitamiz va o'z reaksiyamizni berib o'tamiz do'stlar. 2 kundan beri ishoning Instagramga ko'pchilik do'stlarimiz tashlashyapti. Mana shu trek chiqadi, mana shu trek bugun chiqadi, ertaga chiqadi deb rosa ko'pchilik tashlashdi do'stlar. Hammaga azushi rahmat. Hozir birgalikda trekni eshitamiz va o'z fikrlarimizni berib o'tamiz do'stlar. Men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlayman. Xullas do'stlar, legendarniy introdan keyin hozir Agani trekini eshitib ko'ramiz. Tony Montana degan trek do'stlar 12 minut oldin qo'yildi va 900 ming prosmotrga ega. 1 minut. 1 minut do'stlar, ochiqlamani bitta o'qib ketamiz, keyin boshlaymiz. Agada o'sish bor. Agada o'sish bor do'stlar. Chunki klipni anaqasini bu snippetdagisi nimasini ko'rganimda ham уже o'zgarish borligi sezilib turgan edi. Nima buna bo'lib 1 minut. Tak, nima debdi? Malades, mana aga yozib ketibdi qarang. Klipni ham, prodyuserni ham, mix masteringlarni kim qilgan, hammasini yozib ketdi. Gap yo'q. Respect. Xullas do'stlar, tayyormisiz? Agadan Tony Montana deb nomlangan trek. Tony Montanani ko'pchilik bilsa kerak do'stlar. O'sha GTA Vice City'dagi bizning qahramonimiz deydi. Bosh personaj do'stlar. Bilmaganlar bilib oladi hozir trekdan deymi? Ketdik do'stlar. Let's go. Bitta qanaqa reklama bo'ldi 1 minut? Wilper. You need people like me so you can point your fucking fingers. Boshlanishi Detroit havosini berib yuboryapti. I say that's the bad guy. Do'stlar, boshdan aytib o'tgan trekda ko'p to'xtataman, chunki bu reaksiya videosi. Chunki oramizda hali ham reaksiya nimaligini bilmaydiganlar bor. Ko'pchilik yozishadi, trekni boshidan oxirigacha to'xtatmasdan eshitingda keyin reaksiya qilaydi. Unaqasi bo'lmaydi do'stlar. Reaksiya videosida to'xtatiladi, fikr kelgan joyda to'xtatiladi, aytiladi do'stlar. Xullas. Let's go. I'm from Bar. Nima dedi? Xorazm. Welcome to Xorazm dedim. Tushunmay qoldim o'sha joyni. Xullas klipni atmosferasidan bugun Agadan dahshat sifatli klip ko'rayotganday tuyulyapti menga, ko'ramiz shekilli. I'm from Bar. Salom, meni adım Agabek, yürüydiler ülkelerim köçelerde magadin. Kız beni görmeyin durup yamalıydı, görüşsek atadı ayakını Jordan Logodin. Köpçek. Bu rapperin sözlerini kimga o'xshataman bilasizlarmi? Turkcha rapda ege degani bor bitta, ege. Biladi, egeda endi ochiq aytmaydi-yu, lekin tortadi-da, bor trek so'zlari. O'xshataman tipa. Ya'ni sразу yozib o'rmayman, biladi, biladi kim nima deb. O'xshataman haqiqatan. Lekin ege ochiq masalan +18 so'zlarda, endi turkcha rap bizda ancha oldinda bo'lganligi uchun ularda bemalol aytiladi. Va agayam hozir o'sha joyini eshitiraman hozir 1 minut. Salom, meni adım Agabek, yürüydiler ülkelerim köçelerde magadin. Kız beni görmeyin durup yamalıydı, Qiz meni ko'rib turib yomonlaydi. Atak ko'rganida oyoqlarini Jordan logosidek, ya'ni men aytda Jordan logosi ko'rinyaptimi? Shu Jordan logosidek ochadi deyapti oyoqlarini men ko'rganda. Üstek atadı ayakını Jordan Logodin. Köpçek uçaverme asmana, kaysa kanıç yıldız koydu boynundaki tasmana. Nima? qo'shiq so'zlarni ko'p to'xtatamiz, lekin tagiga so'zlarni yozib ketgan addushi. Tushunmagan joyimda o'qib tushunishga harakat qilaman.
Köp çekip uçaverme asmana. Kaysi kancık yıldız koydu boynu. Qaysi qanchiq yulduz qo'ydi bo'yningdagi tasmangni? Qaysi qanchiq yulduz qo'ydi bo'yningdagi tasmangni? Voy shit. Deki tasmana. Bana rast gepliydi on dost gerek. Şu samilat doldu paçkelep basmalı. Shusiz ham elot to'ldi pachkalab dosmolo. Ha, menga har nima dedi hozir? Bana rast gepliydi on dost gerek. Şu samilat. Ha, menga rost gapirayotgan do'st kerak. Shusiz ham mahallada to'lib ketdi. Pachka dosmol degan dazmol shekilli. Dazmollar to'lib ketdi shusiz ham deyapti. Doldu paçkelep basmalı. İşlerini yürütemiz Nokia'da. Bir gün üye baraman apa Tony Montana. Ishlarni yuritamiz Nokia'da, bir kun uyga boraman Tony Montana'dek deb oyisiga ya'ni aytyapti. Gece uxlamin işledim oyladım. İspatlaşım gerek berişine pul yakkanam. Tak, isbotlashim kerak berishini pul yotqanam degan joyida bilmadim. Biz bilemiz yedik nan katkanam. Üstümüzden güledi kıyınçılıkını datmağam. Biz kerak bo'lsa qotgan nonni ham yedik, lekin ustimizdan kuladi hali tatmagan ular narsalarni. Labur arujingni söyleysen hali şu güneçe ey bir mertem atmağam. Labur arujingni Labur bidir deganimi? Labur xorazmchada labur arujangdan so'yilsa. Ha, labur quroling haqida gapirasan, lekin hayotida bir marta ham otmagan. Ya'ni bu so'zini kimga aytdi bilmadim. Boshqa endi chet el replarida aytiladi. Masalan, oddiy misol Turkiya, Rossiyada ham aytilsa kerak bunaqa so'zlar. Lekin o'zimizda uzrepda unaqa so'zlar yo'q. Ya'ni men bilib seni ko'rganimda unaqa qilib otaman, men seni ko'rganimda bunaqa qilib otaman, atak yo'limdan chiqib qolma, meni mana bunaqa qurolim bor deb treklarda aytilmaydi. Lekin chet el treklarda aytiladi, chunki ularda mentalitet shunaqa bo'lganligi uchun, haqiqatan ham u reperlarda shunaqa qurol bo'lganligi uchun va ko'rganida haqiqatan o'sha ishni qila olganligi uchun aytiladi u so'zlar. Lekin bizda unaqa so'zlar yo'q. Bilmadim agar bu so'zni kimga aytyapti. Söyleysen hali şu güneçe ey bir mertem atmağam. Yola çıksam taksiye okşima yolda görgen el sallıydı. Yo'lga chiqsam taksiga o'xshayman, ko'rganlar qo'lini araq qiladi, sallaydi. Mazı kedile köp yazıp başladı 2012'deki Navroz'a okşayman. 2012'dagi Navruzga o'xshayman. Ko'p qizlar yozishni boshladi. O'sha 2012'dagi Navruzga o'xshayapman deyapti. Tipa deyapti. Navruz kim? Navruz. Qaysi Navruz haqida bilganlar bormi? Yozinglar kommentda. Trek çıkarışın kime kızık ait hakikat şunun bile hiç kime yapmaydı. Trek chiqarishing kimga qiziq ayt? Haqiqat shusam hech kimga yoqmaydi. Trek chiqarish albatta bizga qiziq va rep shinavandalariga deydi. Agan stil menga yoqadi do'stlar. Agan stil yoqadi. Bilar shaqa qani bilar shaqa. Qanisiz biladi. Mana o'tgan safar agaga reaksiya qilganimizda unaqa bo'pti. Mana bilar, mana bola haqiqatan ishni o'rtaga mana shunday stol ustiga tas deb qo'yib qo'yibdi borib. Respekt. Bulla özü bomindiru flex bocak bakırsan trekin kuruğundan artmaydı. Voy jalla. Bulla özü bomindiru flex bocak. Bular o'zi bomindiru flex bu. O'zi flex emas, lekin flex bo'lishga harakat qiladi. No? Bakırsan trek. Baxilsan treking krugingdan ham o'tmaydi. Ya'ni flex do'stlar o'zimizda ko'pchilik bilmasa kerak, masalan reperlar flex aytadi, treklarda flex qiladi, ya'ni qanday tushuntirsam ekan, yasham tarzi bo'lishi mumkin, yashash tarzi, yashash hayotidan massa. Mana oddiy misol massa flex qiladi-yu treklarda, qizlar bor yonimda deydi, shunaqa mashinam bor deydi, u yoq bu yoq. Bu flex otadi-da, ya'ni bu aytyaptiki, agar ko'p reperlar bor, ya'ni misol keltiryapti, o'zi flex emas, lekin men unaqa qilib yuboraman, men bunaqa qilib yuboraman deb flex otadi, lekin o'zi flex emas va chiqargan treklari krugidan tashqariga chiqmaydi deyapti. Tushunyapsizlar? Bu so'zlar tagida biznes ma'nolar bor. Faqat tushungan biladi. Kın kuruğundan artmaydı. Çıktım köçe yanımda coram öttik köpürünü vanı banına. Gün xəmmədəm zirikerliğime bir xil nərsələ deydi canıma. Sevgi babusa səni sevməkmə umuman düşməysən yadıma. Bu samolyot mu? Bu samolyotda içimi bu? Canıma sevgi babusa Klipga mazgin e'tibor beraylik. səni sevməkmə umuman düşməysən yadıma. Bu
shaxsiy samolyotda-chi, ha? Hazırkı Kambag'allik qursin bilan. resmini gördük, balla bilen güldük seni halına. Maksatlarım beni ketteden kette, men ne dertte, men bulam ne dertte. Kız geliştirişen bir türlü işlan, işe gir gelle. Qiz nima qilish? Men bulam ne dertte, kız geliştirişen Qiz gelishtirisham bir dolu ishda. bir türlü Qiz gelishtirisham degani qiz o'rash deyaptimi? Ya'ni bu yerda. işlan, işe gir gelle. Çıkmadı işten, Bular bu bola bilan globalga chiqish kerak-da. Chiqish kerak-da bular bori. Menimcha chiqadi. Yaxshi ishlar mana shunday davom etaversa chiqadi deb o'ylayman. Ya, Uzrepda ham endi mana sekin asta o'z o'rnini egallab boryapti chunki bundan oldingi treklarni tamom ko'pchilik ana qilmagan bo'lishi mumkin, lekin har safarida yana ham sifatni ustiga qo'ygan holda trek chiqaryapti. O'sha taraflari menga yoqayapti bu bolani. Lekin birinchi reaksiya qilgan vaqtlarimiz treklar 2 oy oldin, 3 oy oldin qo'yilgandi. Akani o'zi bilan ham gaplashmaganimizga ancha bo'lib ketdi, lekin gaplashib turardik. Aytganimda chiqaraman deyardi. Qanaqadir erinchoqlik qilganda edi, lekin hozir Adushi o'z ustida ishlayapti va bizga mana bunday sifatli kliplar chiqaryapti va treklar. Murat'la fermer o'xshaydi Pabloga, meningi arık, karnı kettele. Meningi arık. Bir minut fermerlar ishga kirganlar chiqmaydi ishdan. Bu yerga sistema haqida. Murat'la fermer o'xshaydi Pabloga. Bratlar fermer o'xshaydi Pabloga. Meningi arık, karnı kettele. Yüzüm bilmegen düşmanlarımı gördüm. Mende arvoq lekin ozg'in nega qorni katta. Bu yerda ham ko'p narsalar bor-da, tushungan biladi bor-u nima deyotganligini. Yazıptılar kara deftere. İşlerini yürütemiz Nokia'da, bir günü yaparım anapa Tony Montana diyeyim. Gece uhlamin işledim oyladım, ispatlaşım gerek verişine pul yat kanam. Biz bilemiz yedik nan kat kanam, üstümüzden güledi kıyınçılıkını tapmağa. Labur arujine söyleysen her şu günece ey bir mertem atmağa. O'tar. Bu trekni boshidan bitta o'rmasak bo'ldi. Uvolla bor. Boshidan bitta to'xtatmasdan shunday eshitib o'rmasak bor. Kayf bilan uzilib qoladi joyda. Let's go. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Ben kımmata havasım ka. I am Maga. I am from Ba. Salam məni adım ağa beyik, yürüydülə ülkələrim köçələdə mağa din. Kız məni görməyin durub yamalıydı, görürsək atadı ayakını Jordan logo din. Köpcək uça vermə asmana, kaysız kanç yıldız koydu boynundaki tasmana. Bana rast gepliydi on dost gerek, şu samilat doldu paç gelip basmala. İşlerini yürütemiz Nokia'da, bir günü yaparım anapa Tony Montana din. Gece uhlamin işledim oyladım, ispatlaşım gerek verişine pul yat kanam. Biz bilemiz yedik nan kat kanam, üstümüzden güledi kıyınçılıkını tatmağa. Labur arujine söyleysen hali şu günece ey bir mertem atmağa. Yola çıksam taksiye oxşima, yolda görgen el sallıydı. Mazı kedilə köp yazıb başladı 2012'deki Navroz'a oxşiman. Trek çıkarışın kime kızı kayıt hakikat, şunin bile hiç kime yapmıydı. Bula özü bomindir flex bocak bakırsan trekin kuruğundan artmıydı. Zo'r bilan bor trek haqiqatdan zo'rda bor. To'xtatmasam bo'lmaydi bor. Eshitaman men bu playlistga tirs deb qo'shiladi bu trekcha bor. Dahshat bor. O'ziga xos stil. Mana kimlarnidir nimalar deyishiga qaramasdan bunaqa trek chiqarish hammaga emas do'stlar. Yon atrofdagilarda gapiga kirib ko'pchilik sevgi, o'ldim, kuydim, hayot itaryapti degan treklar o'zimizda rosa ham ko'p. Repda ham, popda ham. Lekin bu bolani tarzini ko'ryapsizlar, umuman boshqa atmosfera, kallasi umuman boshqa dunyoni yashaydi-da. Yani treklardan bilishingiz mumkin. Ya'ni nima demoqchiligini, yashash tarzidan, ya'ni kunlik hayotidan. Tushunyapsizmi? Çıktım köçe yanımda coram, ötdik köpürünü vanı banına. Gün həmmeden zirikerliğime bir xil nərsələ deydi canıma sevgi bab. Va klip ham zo'r. Klipda ham udar qildi bu safar, lekin klipda ham udar. O ko'chadagi mashinani ustida aytgan joylari ham zo'r. Kadrlar ajoyib. Bu ham biladi, bitta joyda turib olib aytishdi.
mod video qilib. Lekin ko'ryapsizlarmi? Qissa bo'ladi. Bo'larkan bo'ladi. Gap yo'q. Bo'lsa seni sevmabman, umuman tushmaysan yodyma. Hozirgi rasmingni ko'rdik, balla bilan guldik seni holima. Maqsadlarim meni kattadan katta, menni darddaman bular ne dardda. Qiz gelishtirisham bir turli ishdan, ishga girganlar chiqmadi ishdan. Buratla fermer Men buni rap deyman bori. Men bu trackni haqiqatan rap deyman bilan. Chista bilan, rap bilan. Qancha gapirishga til ojiz bor. Qancha gapirishga til ojiz bilan. Agarda necha pul olding o'zat bilan, uncha ko'p maqtaysan bilan. Bu taklif qildimmi deyman-da senga bilan, reklama qilib bilan. Ayt bizga shuni bilan. Unaqa narsa yo'q do'stlar, tirik haqiqatan. O'xshaydi Pabloga meningni ariq, qarni kattalar. O'zim bilmagan dushmanlarimni ko'rdim, yozibdilar qora daftara. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir gün uya baramana pat Tony Montana din. Gece uxlamin işledim oyladım, ispatlaşım gerekler işine pul yat kanam. Biz bilemiz yedik nan kat kanam, üstümüzden güledi kıyınçılıkını tapmağam. Labır arujine söyleysen her şu günece ey bir mertem atmağam. Yo soy Pablo Emilio Gaviria Escobar. Orçe, ne yaptın? Şamil! Ben parayı kime atayım? Zor track haqiqatdan zo'r do'stlar. O'sha biz tomosha qilayotganimizda 900 necha prosmotrga edi, 1600 prosmotr. Albatta bu tracklar u chunki bizda uzrepdagilar hali ko'pchiligiga yangilik bunaqa tracklar. Shu sababdan ja unaqa millionlarda urmasa kerak bu track deb o'ylayman. Chunki buni oldingi ishlarini ham ko'rdik agani. Yani ko'pchilik rap muxlislari, yana rap muxlislari qadriga yetishmaydi bunaqa trackda. Ularga o'ldi ko'p asosan hammaga tegishli emas. O'ldim, kuydim, ketding, tashlab ketding, men bunaqa qildim, men bunday zo'r boyib ketdim. Biznes degan tracklar rosa ham ko'p o'zimizda. Unaqa tracklardek prosmotr olmasa ham, lekin albatta o'z o'rnini egallaydi degan umiddaman va bitta narsaga tan berdim va 5 ketdim. Agar o'shanaqa narsalar qilsa bo'ladi, qila oladi. Masalan, Baskaza degan treki bor edi. Baskaza bilasizlar qanday trend bo'lib ketdi. O'sha trek million prosmotrlarni urdi. Bu bola ham biladi. Bunday shunaqa trekdan ketishdi. Lekin unaqa qilmasdan o'zini stilini buzmagan holda yana mana bunaqa treklar bizga Detroit type beatlar ustida qanaqa qilib oqishdi, qanaqa qilib suzishni ko'rsatib berdi. Respekt shu taraflariga. Ishonamanki hech qachon o'zini stilini buzmasdan mana shunday ketadi degan umiddaman. Albatta orada Baskazaga o'xshagan treklar ham chiqarsin, qarshi emasman, lekin tamoman boshqa reperlarga, ba'zi reperlarga o'xshab stilini o'zgartirib borib, qayerdan ko'p prosmotr kelsa, qayerdan ko'p talab kelsa, o'sha yoqqa yondashib olmagan holda hozirgidek o'zini stilini buzmasdan davom etishini tilab qolgan bo'lardim. Do'stlar, trek sizlarga yoqdimi bilmadim, lekin menga juda ham yoqdi. Agar trek sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting o'z shaxsiy fikrlaringizni. Kanalimizda agar muxlislari bormi, qani o'zingizni ko'rsating do'stlar, kommentariyalarda ko'rib olamiz agar qanchalik muxlis bor ekan bizni kanalda. Xullas do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Reaksiya videosi bu yergacha edi. Yana yangi reaksiya videolarda ko'rishguncha xayr.